Ishqning 41 qoidasi. Mavlono Shams Tabriziy. Assalomu alaykum. Studiyada Dilbar Qurbonnazar qizi. Beshinchi qoida. Sevgini aql va mantiq bilan o'lchab bo'lmaydi. Chunki ishq qalb masalasidir. Aql va mantiq o'lchaydi, bichadi, baholaydi, hisoblaydi va xulosa chiqaradi. Yurak esa chegara bilmaydi. Uning daryosida hisob kitoblarning oyog'i osmondan bo'ladi. Ishq dengizga sho'ng'igan kishi o'z maqsadiga hisob kitob bilan emas, yurak bilan yo'naladi. Chunki ishq yo'lini faqat muhabbatga to'la qalb bilan bosib o'tish mumkin. Ishq yo'lining yo'lovchisi oldinda sharsharalar bo'lsa ham o'zini ishq daryosining oqimiga tashlab qo'yadi. Sharsharadan tushish ham sevgi orqali sodir bo'lsa, insonni matlabi sari olib boradi. Axir Ibrohim alayhissalom uchun olov gulzor bo'lmadimi? Shaharlarda e'tirof va e'tibor egasi bo'lmasang, Alloh bandalarining holini yaxshiroq tushunasan. O'tmish va kelajak insonlarga tegishli. Haqiqat olami esa bitta. Aql bilan mahoratni sot va xayratni sotib ol. Emizikli bola sutdan ajratilgach, odatiy ovqatlarni yeya boshlaydi. Sen ham dunyo yeguliklaridan uzilib, arshdan kelgan qalb ozuqalari bilan taomlanishni boshla. Ko'ngil ahli bo'lmasang, ko'zingni och va ko'ngil talabida bo'l. Mujodalaga kirish. Inson avval bir ayolni sevadi, lekin visolga yetgandan so'ng ayol uning ko'ziga oddiy ko'rina boshlaydi. Vuslat ayolni yaratgan Allohga borishdir. Haq taoloning hukmiga oshiq bo'lgan banda oydinlanadi. Maxluqotga oshiqlar esa inkorchi bo'ladi. Mavlono Jaloliddin Rumiy. Bola edim. Bir kuni g'alati voqealar sodir bo'ldi. Bu holatni hech kim tushuna olmadi. Hatto otam ham. U dediki, devona emassan. Bu holating sababi nima ekanligini ham bilmayman. Senda bu yo'lda yurish uchun kerak bo'ladigan na tarbiya, na riyoziyat va na boshqa narsa bor. Otamga aytdim. Ota, gaplarimni tinglang. Ikkimizning holatimizga bir misol keltiraman. Tovuqning tagiga g'oz tuxumini qo'yishibdi va vaqti kelgach polapon ochib chiqibdi. O'sib, ulg'aygach suvda suzishni xohlabdi. Lekin ona tovuq suzolmaysan deya uni himoya qilishga harakat qilibdi. Uning joyi tovuq katak ekanligini aytibdi. Biz ham mana shu holatdamiz, otajon. Men allaqachon dengizimni ko'rganman va borib unda suzaman. Siz ham shunday bo'lsangiz, menga hamrohlik qiling. Yo'q desangiz, tovuqxonaga qayting. Gaplarim sizga hadiyam bo'lsin. Bu dunyo bekorga maqsadsiz yaratilmagan. Olam xuddi saroylardek jihozlandi va odamzodga qator xizmatkorlar berildi. Biroq kuni kelib inson bu dunyodan, bu saroydan ko'chib ketadi. Shu bilan birga bu saroy bo'sh qolmaydi. Boshqalar keladi va davron shunday davom etadi.
Alloh yo'lidagi yo'lovchilar u zotini aql bilan izlamaydi. Bunday qilguvchilar uni topolmaydi, hatto bu yo'lga kirolmaydi ham. Butun olam oyoqlari ostida bo'lsa, eng yaxshi yo'lboshchi, olim va yo'l ko'rsatkichni tutsa ham, aql bilan yondashgani sababli Alloh ularga o'zini oshkor etmaydi. Bu yo'l so'ngidagi saroy shunday joyki, birovdan umid qilmaydi, kutmaydi, bunga muhtoj ham emas. Ammo sen shundayin duo bilan borki, ul dargoh duo va niyozni yaxshi ko'radi. Niyoz etki, ehtimol najot topgaysan. Bu yo'lga chiqqaningda qadimdan biror narsa senga yetib kelsa va ajib hollar sodir bo'lsa, bilki bu muhabbatdir. Demak, ishq senga qay bir tarafdan yaqinlashibdi. Ishq yo'lining yo'lovchisiga aql, mantiq va ba'zi matematik hisob-kitoblar orqali muhabbat safariga otlanish aldanishdir. Chunki muhabbat aql emas, yurakning ishi. Ayni paytda oshiq bo'lish uchun birovga ko'ngil qo'yilmaydi. Ishq bir lahzada kelib seni topadi. Qalbingdagi olov yetarli darajada kuchli bo'lsa, sen endi olovga tomon uchayotgan parvonasan. Visolga erishganingda qanotlaring va hatto butun borlig'ing yonadi, lekin mahbubing bilan bir vujudga aylanasan, ikkilikdan qutulib bitta bo'lasan. Buning mantiqiy o'ylaydigan joyi yo'q. O'zingni ishq ummoniga otasan, keyin haqni izlay boshlaysan. U shunday Allohki, ichida aql va xayol o'zini yo'qotgan ko'ngillarni yaratdi. Hatto bittagina yulduzni tushunish imkonsiz. Bu borada faylasuflar, munajjimlar va tabiatshunoslar nimaiki deyishmasin, ish ular aytganidek emas. U yulduz shunday dunyodan kelganki, butun mavjudotlar ham o'sha yerdan kelgan. Bu qanday dunyo bo'ldi? Muhabbatdan boshqa yo'lni tanlaganingda oldindan rejalashtirasan, o'ylaysan, hisob-kitob qilasan, yo'nalish belgilaysan. Ammo yagona hisob-kitobga sig'maydigan yo'l borki, ishq yo'lidir. Unga qalb orqali kiriladi. Yuraging boshlagan yo'ldan yurasan. Mahbubning chaqirig'i qayerdan kelsa, o'sha yoqqa otilasan. Endi go'yo majnunsan. Majnun sahroga tushib qolganida nima qildi? O'zini ishq ummoniga tashladi. Ushbu sahifalarni tayyorlashda video muhandislar Ravshan Yoqubov, San'at O'runov, Aziz Sobirov, Jamshid Yoqubov, Zafar Qo'chqorov hamda Furqat Narzullayevlar yaqindan ko'mak berishdi.